Diqqat qiling. Qalqonsimon bez holatida yaxshilab, qalqonsimon bezni toksinlardan tozalab va mana bu yo'damaringdan qutulamiz. Yevropa tabobatini oltinga teng bo'lgan retsepti. Yaxshilab diqqat bilan ko'rib, saqlab oling. Kerak bo'ladi laminariya, dengiz karomi deyiladi. Tarkibida juda ham ko'p miqdorda yod saqlaydi. Bog'langan yod bu T3, T4 sintezini yaxshilaydi. Ikkinchisi alginat saqlaydi. Bu qalqonsimon bezdagi enterosorbent xususiyati bilan har bitta toksinlardan tozalab tashlaydi va kerak bo'ladi 100 gram yong'oq. Chopperdami, blenderdami, nima qilib bo'lsa bir-biri bilan aralashtirib pasta holatiga keltirasiz va bir xolodilnikka olib qo'yasiz. Har kuni ertalab bir choy qoshiqdan iste'mol qilasiz. Bir oy mobaynida och qoringa. Natijada nima bo'ladi? Qalqonsimon bezingiz faoliyati yaxshilanadi, xotira yaxshilanadi, soch to'kilishi ketadi, teringiz holati yaxshilanadi va organizmda yog'lar erish jarayoni tezlashadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu laykni bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.